Garuz dasturida bank ko'chirmasida ayrim provodkalarni avtomatlashtirish. Buning uchun bank ko'chirmasining to'lov maqsadi bo'limidagi to'lov kodlariga ahamiyat beramiz. Xuddi shu to'lov kodlari dasturning bank kassa ma'lumotnomalar bo'limida bank to'lov kodlarida joylashgan bo'lib, ushbu kodlarni pul mablag'lari harakati ma'lumotnomasi orqali bog'lab chiqamiz. Har bitta bank kodini kerakli provodka uchun bog'lab bo'lganimizdan keyin bank ko'chirmasini yuklab olamiz. Kerakli kodlarni dasturga kiritib bo'lganimizdan so'ng bank ko'chirmasini yuklaymiz. Bank ko'chirmasini yuklaganimizdan so'ng sun'iy intellekt ishga tushadi. Ya'ni sizning avvalgi bank ko'chirmangizning to'lov maqsadi bo'yicha qo'llagan provodkalaringizni analiz qiladi va 80% dan yuqori aniqlikni topgandan o'zi avtomat provodka beradi. Agent sun'iy intellekt bu sizning assistentingiz. U sekin-astalik bilan sizning avvalgi operatsiyalaringiz asosida tahlil amalga oshiradi. Sekin-astalik bilan barcha provodkalarni o'rganishni boshlaydi. Avvaliga xato qiladi, noto'g'ri provodka qo'llash ehtimoli mavjud. Siz uning amalga oshirgan provodkalarini to'g'rilang. U keyingi amaliyotlarda siz to'g'rilagan provodkadan xulosa yasaydi va o'zi asta-sekin to'g'ri provodka berishni boshlaydi.